Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan O'rikzorda biz bozorni prosta aylangan emas, daromadli tovarlarni topgani keldik. Hozir juda ham ko'pchilik o'zi marketda o'zi tovar sotsa bo'ladimi degan savol beryapti va ularni qayerdan olsam bo'ladi, qayerdan olsamgina foyda qilib bilaman deb o'ylayapti. Hozir sizlarga obzor qilib ko'rsatib beramiz. Bugun bizga Maryamxon opamiz yordam beradilar. Marketing bo'limi O'rikzorda ham bor. Bugun bozorni obzor qilib ko'rsatishga yordam beradilar. Assalomu alaykum. Men bozor ma'muriyati marketing bo'limi mutaxassisiman. Va sizlar bilan bozorimiz nima borligi to'g'risida blog olib boramiz. Bu aniq bilaman, sizlarga qiziq bo'ladi. Hamma turdagi aksessuarlarni bemalol optim narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi. Va yana bitta ma'lumot, O'rikzor bozorida bayram kunlari ham ish bo'lar ekan va ayniqsa bayram kunlari alohida chegirmalar ham bo'ladi. Hamma bozor dam olganda faqatgina O'rikzor bozorida ish faoliyati olib boryapti. Faqat sizlar uchun bu narsa. Faqat Malika bozorda emas. O'rikzor bozorimizda ham hamma telefon, aksessuarlar, hamma turdagi telefonlarni bemalol optim narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi. Sizlar zo'r tarafi bu yerda o'zi marketda bo'tga kelib, bunaqa qilib yurmasdan bemalol xarid qilsa bo'ladigan tovarlar olsa bo'ladi. Keyin yana bitta zo'r narsasi, O'rikzorda juda ham ko'p sotuvchilarda hozirgi paytda Telegram kanal guruhlari bor. Bemalol optim narxda olsa bo'ladi. Sizlarga ham aynan Telegram kanalda qiziq bo'lsa, biza kommentariyada bir nechtasini belgilab qo'yamiz. Bemalol kirib ko'rsalaringiz bo'ladi, arzon. Keyin arzon istash. Bularni necha puldan necha pulgacha donada sotsa bo'ladi? Donaga. 5 bo'lsa so'rayman. Yo'q, sizlar bu yoqda shunaqa sotasiz. Men bularni 10 ming, men bularni 20. Lekin ko'cha narxlari qanaqa shu ko'chada qanaqa ko'rgansiz? Ko'chada biriga olib qo'yishadi. O'zi 8 minglik narsalarni $30 misol uchun. O'zi marketda ham xuddi shu mahsulot necha pul turganini bir o'zlaringiz tekshirib ko'ringlar. Qancha foyda qo'ysa bo'ladi, necha pul ustida ishlasa bo'ladi. Bu yoqda aynan bozorda siz bitta soha bo'yicha juda ham ko'p assortiment topishingiz mumkin. Shuning uchun do'konlarni ko'ryapmiz. Masalan, faqatgina chexolni o'zini minglab assortimenti bor. Shuning uchun har xil mahsulotlardan sotmasdan, aynan bir xil mahsulotni ko'p assortimentda sotsangiz ham bo'ladi. Mana shu AirPods'larni modellarini qanday farqlash haqida aytib berasizmi? Har xil narxligi bor. Bir xil shu modelni o'zi har xil narxi bor. Nimasi bilan farq qiladi? Xitoy kachista bilan Dubay kachistada. Mana bu Xitoy ekan. Hozir Amerika bayrog'i. Dubayga tegi yozib qo'ygan. Tegida yozib qo'ygan. Demak, shu yozuvlarga qarab ajratsa bo'ladi. Og'irligi, ko'rinishi bir xil. Men buni bespilotnoy zaryadlamalar Tushunarli. Ochganda ham bilinadi, buni ovozi chiqadi mana buni. Kelaverasizlar bemalol sotuvchilar o'zidan nima tovar yaxshi ketayotganini so'rasalaringiz, o'zlari ham tavsiya berishadi. O'zi marketda yana bitta zo'r narsaga e'tibor beringlar. Kichkina mahsulotdan ko'p sotib, katta foyda qilsa bo'ladi. Faqat katta mahsulotga ko'p pul tikib, zo'r savdo qilib bo'ladi degani emas. Mana kichkina tovarlarni ham bemalol olib, bu yoqda pachka olsangiz, misol uchun pachkasi 100 ta yoki 50 ta bo'ladi. Bularni olib turib siz donalab sotasiz. Donalab sotib ham ustiga har bittasiga qo'yib foyda qilsangiz bo'ladi. Hozir mana shu mahsulotni o'zimda sotayotgan sotuvchi necha puldan sotyapti, bu yoqdan olsangiz necha pul ustida foyda qo'yishingiz mumkinligini tekshirib ko'ramiz. Tovarni shundoqqina rasmga olasiz, Google da chiqadi. Hop, bu yoqda mana o'z marketdan tashqari boshqa marketplacelar ham bor. Hozir o'zini topamiz. 440 ming so'm sotilyapti ekan. Qarang, 440 mingga 290 dan. 80 ga bormaydi. Hozir 270 ming. 270 ming. Qarang, qancha foyda qilsa bo'ladi. Hop. Mana shu tovar 270 ming optimga berishyapti. Yana ham menimcha arzonroq ham qilib beradilar agar ko'proq olsalaringiz. Hop, o'zim marketda o'rtacha 440-450 mingdan sotilyapti. Bemalol sizlar ham bu yoqdan olib ketib, ustiga foydasini qo'yib, o'zi marketning komissiyasi, logistikalarni ham hisoblab, bemalol foyda qilsalaringiz bo'ladi. Shunday ham bitta ma'lumot berib o'tiraman. Bizning O'rikzor savdo kompleksimizda Instagram stranичкamiz bor. Bemalol kelib, bizdan hamma tovarlarni ko'rishinglar va biz haqimizdagi ishonchli ma'lumotlarni bizning kanalimizdan ko'rsanglar bo'ladi. Ma'mulan necha pul berasiz? Optim narxda hisoblaysiz. 4 ming so'mdan qaranglar. Shu 4 mingdan zo'r. Hamma xilli bor. Hammasi qarang, 4 mingdan. Dekorativ optim narxlari necha pulga beradi? 23 ming mashinaga Shu yoqdagi turgan optim olib ketishga qulay eng zo'r tovar qaysi bo'ladi? 30 ming so'm. Masalan, mana shu chelaklikni olsa ham, misol uchun mana video zo'r. 30 ming so'mdan olib ketsa bo'ladi. 30 ming so'mdan olib, o'zi marketda tekshirib ko'ringlar, necha puldan sotsa bo'ladi. Hop, bu tovarlarda pakovkaga e'tibor berasizlar, lekin alohida pakovka qilib, ochilib sinib ketmasin.
Optim bozorda tovar olish kelgan paytlaringiz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan 5 ta narsani aytib o'taman. Birinchisi, bu faqatgina o'zingizga yoqqan tovarlarni tanlash. Bu katta xato, chunki klientlarning didi har xil bo'ladi. Siz tanlagan tovar ularga yoqmasa, ular sotib olmaydi. Ikkinchisi, bu tovarni gabaritiga qaramasdan turib, ya'ni tovarning katta kichikligiga, unga olinadigan komissiyaga qaramay turib, tovarni tanlab qo'yish. Komissiya foizlari va logistikalarni alohida hisobga oling. Uzum marketda ham, boshqa marketplace'da ham уже sotuvga chiqib bo'lgan, boshqa sotuvchilar trendga chiqarib bo'lgan tovarlarni sotuvga olib kirish kerak emas. Undan ko'ra yangi chiqqan, yangi mahsulotlarni siz o'zingiz sotuvga chiqarib, endi trendga olib chiqish kerak bo'ladi. Mahsulot tanlayotgan payt assortimentga alohida e'tibor bering. Hamma klient ham faqat qimmat tovarni sotib olmasligi mumkin va hamma klient ham faqat arzon tovarni sotib olmasligi mumkin. Shuning uchun ularga vыбор bering. Ham arzoni, ham o'rta narxligi, ham qimmat narxligidan bering. Shunda klient o'zi keragini tanlab oladi. Eng ko'pida necha pullik tovar olsa, tovardan skidka qilib berasiz. Masalan, 10 million olsa, yo u summaga qaramaydi, tovarni kolичествosiga qaraydi. masalan, bir xil atrizdan 100 ta olib ketsa bitta partiyada. Necha foizga arzonlashtirib beradi? Foizga emas, o'zi kompyuterda belgilangan summalari bor. Minimalniy summasi bor. Shu minimal narxda qilib berasiz. Masalan, 50 tadan Hozir 100 million narsa bo'lsa, 95 million, 94 million tushib qolishi mumkin. O'zi kompyuterda hammasi har xil kirgizilgan, o'sha bu kolичествоga qarab. 96 tadan tepasiga narx tushadi. Keyin o'zi marketda shunaqa narsa hamma assortimentingizdan bitta-bitta yo 5 tadan terib ketmaydi. Masalan, bir xil atirdan, misol uchun 100 talab sotsa bo'ladi. Shu holatda ham 100 tadan chiqadimi, misol uchun atringiz? Undan ham ko'p. Yo'q, zapaslari ko'p. Bo'lsa bo'ladi. O'rikzorda podvaldan chiqqaningizdan yon tarafda qator do'konlar, Optim do'konlar, bu yoqda Pampers, Scotch, shunga o'xshagan kundalik ehtiyoj kerak bo'ladigan tovarlar Optim sotiladi. Mana shu qatordan ham polni Optimga kosmetika, virus buyurtma, hop, gigiyena vositalarini topsalaringiz bo'ladi. Asosan mana runtlarni SPF-kalari, Bo'ladi. bekalari hammasi juda yaxshi ketadi. Narx-navolari qanaqa endi? Narx-navolari byudjetniy. Optim narxlarini. narxlarda sotamiz. Masalan, mana shu kremni qanchadan berasizlar Optimga? Optimga bu kremni 110 mingdan beramiz. 110 ming so'mdan. Anovaniki bu. Bu olib sotishga to'g'ri keladimi? Klientlar? Yo'q. Ko'p tovarlarni bir do'kondan olib ketishadi. Men ko'zim bilan ko'rib qo'yganman. Ko'p mashhur blogerlar ham hattoki buradan olib ketadi. Zo'r. Hozir Koreyadan прямой поступление. Demak, ishonchli koreyskiy kosmetika kerak bo'lsa, Optim chetga kelaversa bo'ladi. Bemalol shunda xarid qilishadi. Tushunarli. Bu qadarichini juda zo'r nabor ekan. Shu turishiga necha puldan berasiz Optim? 85 ming. Bugun sizlar bilan O'rikzor bozorini aylandik, Optim narxlar bilan tanishdik, yaxshi sotilayotgan tovarlarni sotuvchilardan sizlar uchun so'rab berdik va sizlar ham Uzum marketda savdo qilmoqchi bo'lsalaringiz, bemalol kelsalaringiz bo'ladi. Uzum marketda savdo qilish siz o'ylaganchalik qiyin emas. Bemalol Optim bozorlardan tovarni olib, joylab, daromad qilsangiz bo'ladi. Uyda o'tirgan holatda bemalol kompyuter bilsangiz bo'ldi. Bugun bizga O'rikzor bozorini tanishtirishga O'rikzor bozor ma'muriyati yaqinda yordam berdi. Sizlarga kattakon rahmat. Xudo xohlasa Uzum marketda savdo qilmoqchi bo'lgan sotuvchilar kelsa, bu yoqdagi sotuvchilar arzon narxda qilib berishar ekan. Kattakon rahmat. Bizning obunachilarimiz gaplaringiz bo'lsa, bemalol aytsangiz. Sizlarga ham rahmat kattakon kuzatuvchilar. Bizning O'rikzor savdo kompleksimiz sizlarni har doim 7 kun, haftada 7 kun bo'lsa 24 soat sizlar bilan birgamiz. Hattoki bayram kunlari ham bizning savdo kompleksimizga kelib, bemalol xohlagan narsalarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarga ham rahmat kattakon. Sizlarga omad, barakallah bersin. Rahmat. Uzum marketda savdo qilish siz o'ylagandan ancha osonroq. Bemalol kelib O'rikzordan tovarlarni olib ish boshlasangiz bo'ladi. Agar siz Uzum marketda qanday savdo qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, hoziroq pastdagi havoladan o'ting va bizni menejerlar siz bilan bog'lanishadi.